Barchaga salom do'stlar. Bugun biz birgalikda Poppy Playtime'ning chapter 1, ya'ni siyqasi chiqib ketgan chapter 1ni birgalikda o'ynab, uni yutishga harakat qilib ko'ramiz do'stlar. Va do'stlar, biz boshladik. Biz o'yinga birinchi navbatda kirib olishimiz kerak. Va loading deyapti, ya'ni o'yin boshlanyapti. Ha do'stlar, bu o'yin telefon va kompyuterlarda mavjud. Bemalol o'tkazib o'ynab ko'rsangiz bo'ladi va hozircha UC'lik. Va bu do'stlar chapter 1. Birinchi navbatda biz kirganimizdan keyin buni menimcha hamma bilsa kerak, Poppy o'ynaydigan insonlar va boshqalar qiziqadiganlar kodni yechib olamiz va mana bu DVDni qo'yishimiz kerak. Video kasetasini qo'yganimizdan so'ng bizga hozir televizordan menimcha Poppy Playtime haqida ma'lumot beryapti va bu videoni biz oxirigacha ko'rganimizdan keyin bizga birinchi qo'limiz beriladi. Ha do'stlar. Men tushundim, rahmat. Nima qilishimiz kerak? Ha, shisha ochilishi kerak. Shisha ochildi, asta-sekinlik bilan. Birinchi qo'lni olishimiz kerak. Hoppa. Bizda birinchi qo'l mavjud do'stlar va bizda chap qo'l. Bu chap qo'l bilan ko'p ishlarni hali biz qilamiz. Xo'p do'stlar, biz hozir asosiy markazga borib olishimiz kerak. Bu yerdan esa biz Hagi Vagi bilan ilk uchrashuvimiz bo'lib o'tadi. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Lekin nega videoni oxirigacha ko'rishingizni hozircha bilmayman. Ha do'stlar, menimcha hozir yuklanyapti. Biz qo'limizni tekizgan holda Hagi Vagining oldiga boryapmiz. Playtime degani ya'ni o'yin vaqti menimcha. Svet o'chib qoldi. Hoppa. Kalit. Hoppa. Kalitni olib olamiz. Endi tokenni qaytaramiz. Tokenni qaytarishimiz uchun biz birinchi navbatda mana bunday qilamiz. Hozir sizlarga ko'rsataman nima qilishimizni. Mana buni ochib olamiz. Tap. Biz endi bu tokenni ikkinchi tokenning oldiga olib borib, tokenni joyiga qaytarishimiz kerak. Kimga qiziq bo'lsa, elektromontaj darslarimni o'tib boraman do'stlar. Bo'ldi. Endi qaytarildi do'stlar, tok joyiga qaytarildi. Endi esa mana buni ochib olib ketsak bo'ladi. Hagi Vagi yo'q ekan do'stlar, eng qizig'i. Hagi Vagi yo'qolib qolibdi. Endi biz Hagi Vagining qo'li chiqishi kerak bu yerdan. Hoppa. Hagi Vagini qo'li. Juda qo'rqinchli yomon. Qo'rqib ketdim. Do'stlar, biz sekin yurishimiz kerak bu yerda. Hagi voy. Nima? Do'stlar, bug bo'lib qoldi. Shu sababli qaytadan davom etdim. Bug bo'lib qoldi do'stlar, menimcha yoniga tegib ketdi. Har doimgidek videoni ko'rish kerak. Qo'lni olamiz. Bu qo'l bilan ko'p ishni qilamiz. Ochil. O'yin yuklanyapti va shuni bilaman, zaiflab ketibdi eshik ham. Hamma o'ynab chiqqani uchun, xo'p, mana bu yerdan tokni olib boramiz. Do'stlar, qanday tokni olib olishni bilmasangiz, o'zimning elektromontaj darsligimni sizlarga tavsiya etaman. Xo'p, ochildi do'stlar. Hagi Vagi yo'q har doimgidek. Mana bu yerdan esa biz Hop, mana keldik do'stlar. Kelib qolgan joyimizdan davom etamiz. Biz birinchi navbatda zinadan chiqib olishimiz kerak. Bu yerdan esa do'stlar biz batareyalarni qaytaramiz. Ya'ni mana bu ko'rib turgan lampaga o'xshash narsalarni biz kubik rubiklarni joyiga qaytarishimiz kerak. Bizda esa 4 ta menimcha kubik rubik mavjud, qizil. Ularni yig'ib chiqishimiz kerak. Hammasini qaysi joyga bo'lsa endi bular qaysi joyga bo'lishi mumkin. Do'stlar, o'yin haqida o'z fikringizni kommentariy izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa videoga like va kanal hali aytgancha videoni oxirigacha bor. Xo'p. Qayerda bo'lishi mumkin? Yana qayerlarda bo'lishi mumkin? Xo'p. Bizda menimcha hozircha ikkita lampa mavjud va bu ikkita lampadan keyin yana bir ikkita lampa topishimiz kerak. Poppy Playtime'ning juda hozir mashhurligi sababli do'stlar, chapterlari juda ko'p. Xo'p, mana 3-bizda do'stlar, 3-lampamiz. Ya'ni kubik rubik desak ham bo'ladi. Nega lampa deyapman? Xo'p, 4-oxirgisi do'stlar. Biz endi bularni barchasini ishga tushirishimiz kerak, ya'ni zavod ishga tushib, bizga ikkinchi qo'limizni qaytarib berish kerak menimcha. Xo'p. Tushgandan keyin qaytib chiqib bo'lmaydi, shu sababli mana bu yerni ochish kerak.
Endi biz yana qaytib zinadan chiqamiz. Men shu zinani birinchi marta ko'rgan paytim zinani bosish kerak deb o'yladim, to'g'risini aytsam. Zavodni ishga tushiramiz. Hozir bilsangiz do'stlar, shunaqa o'yinchoq apparatlarning qo'li bor. Hamma yerda shu orqali bizni qo'limiz kelishi kerak. Qo'limizni tortib ola olmaymiz, afsuski. Va bizning ikkinchi qo'limiz ham keldi do'stlar. Bu qizil qo'l. Qizil qo'l bilan ham hali ko'p ishlarni qilishimiz kerak. Bu ikkala qo'l bilan menimcha yengamiz. Xo'p. Endi biz mana bu eshikni asosiy sabab do'stlar, mana bu eshik aslida shu ikkita qo'l bilan ochiladi. Shu sababli biz ikkala qo'lni ham birlashtirishimiz kerak bo'lgan edi. To'g'rirog'i o'yinni shunday qilib yutsa bo'ladi. Boshqacha qilib yutib bo'lmaydi. Bizda eshik ochildi do'stlar. Bizda endi 3-joy. Bu yerdan ham endi boyagi elektromontaj ishlarimizni davom ettirishimiz kerak. Shunaqa qilib dvigatellarning barchasini bir-biriga ulab chiqib, chambarchas qilib, xullas bir-biriga ulab biz eshigini ochishimiz kerak. Mana elektrodvigatel bittasini bu yerga ulaymiz va ikkinchisini mana bunday aylantirib, bunaqa kelib mana bu yerga ulaymiz. Hop. Endi bizga do'stlar menimcha eshik ochilishi kerak. Va'dam bo'lyapti, ya'ni o'yin yuklanyapti. Yangi versiyalari. Xo'p, biz do'stlar bu yerdan hozir to'g'ri fabrikalar joylashgan, o'yinchoq fabrikalar joylashgan joyga boramiz va undan keyin bu yerning narsalarini topishimiz kerak. To'g'ri. Yo'lni o'zi olib ketyapti. Tezlik kuchayapti. Tezlik kuchaygan sari bosim ham kuchayapti. Bu yerda esa to'xtash belgisi bor. Demak, to'xtashimiz kerak. Bizga esa faqat pastga yuradigan yo'l mavjud. Biz bu yo'ldan boraveramiz. Biz qayerga qarab ketyapmiz o'zi? Xo'p, biz do'stlar asosiy elektr boshqotirma joyiga ham kelib oldik. Bu yerdan biz endi tepaga chiqib olishimiz kerak va do'stlar bu yerdan pastda hech narsa yo'q, shu sababli ikkinchi etaj emas ekan, etaj ko'p ekan. 3-etajga chiqib olishimiz kerak va bu yerdan hop mana buni tortib olishimiz kerak va kasetani topishimiz kerak. Kasetani topganimizdan keyin kasetani olib oldik. Endi elektrlarni ulab ham chiqishimiz kerak ekan. Bu yerda esa do'stlar ikkita elektrlik mavjud ekan. Nafasim qaytib ketdi, to'g'risini aytaymi. Bittasini ulaymiz. Bundan ikkinchisini ulaymiz. Xo'p. Endi tokni yondirishimiz kerak, eshik ochilishi uchun albatta. Afsuski, bo'lmayapti. Bo'lmayapti. Birinchisidan qilib ko'rishga harakat qildim. Yomon azoblandim lekin. Va do'stlar, biz ko'p qo'lni qilishga tayyormiz. Bo'ldi menimcha. Endi kaseta orqali eshitishimiz kerak. Kassetani eshitmaymiz, vaqtni tejaymiz, lekin hech joy umuman ishga tushmayapti. Nega ishga tushmayapti? Nima sababdan ishga tushmayapti? Nimadir noto'g'ri qo'ydim hozir. Power on bosyapman, bo'lmayapti. Power on, nimadir noto'g'ri qilyapman. Ishga tushib ketdi do'stlar. Ishga tushib ketdi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Bu yerda do'stlar sal kutishimiz kerak, o'yinchoqlar yig'iladi. Menimcha o'yinchoqlar yig'ilgandan keyin o'yinchoqlar yig'ilishini salgina kutib turamiz. Mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Hop, keyin chiqib ketamiz. Hammasi oson bo'ladi. O'yinchog'imiz qani bizning o'yinchog'imiz? Mana bular basharasini qarayapti, bularning basharasini. Chota neto qarayapti menga bular. Hammasi yoqmayapti bularni qarash. Nimadirni yashiryapti bular. Bular nimadir yashirayotgandek. Yerda o'qib chiqayotgan qo'llanma mavjud. Hozir asosan birinchi tepadan qilish kerak va ikkinchi navbatda o'yinchoq uchun pastga tushishimiz kerak. Qancha Xo'p. Bizning o'yinchog'imiz asta-sekinlik bilan emaklab chiqyapti. Va do'stlar, bizning o'yinchog'imiz bu nima o'zi? Nima bu?
Qoplon bilan sherning chachishgan versiyasi chiqyapti. Tez bo'ldi. Ketdik. Tezlikda endi buni qo'yib tez surish kerak bu yerdan. Cho'ta xavfli ko'rinyapti. Hamma narsa menga noto'g'ri ko'rinyapti. Eshik ochil. Nobody lives without door. Va do'stlar, bizning asosiy qahramonimiz Hagi Wagi. Qoch kerak. Bo'ldi do'stlar, endi bu yoqqa faqat tezroq va to'g'ri harakat qilish kerak. Agar bir dona noto'g'ri bosilgan qadam hayot uchun juda ham xavfli bo'lgan jarayonga turibmiz do'stlar. Qayerga kelib qoldim o'zi? Men ko'rganingiz edim. Ikkinchi dubl. Hagi Wagi. Qoch. Bo'ldi, bu safar xato qilishga haqqim yo'q do'stlar. Bu safar umuman xato qilmayman. Bo'ldi, qayerga qochishni bildim. Boya shunchaki men o'zim ko'rsatdim xolos, ya'ni bilar edim oldindan qanaqa bo'lishini. Men shunchaki ko'rsatsam yo'l topa olmadim qayerga ketishni. Xo'p, bu yerda o'ngga burilamiz. Mana bu yerdan chiqib keladi, bu yerdan chapga burilamiz. Asta-sekinlik bilan yo'lni kim qurgan bo'lsa ham juda ham tor qilgan. To'g'ri endi. O'zi tor qilish kerak. Menimcha yaqin qoldik-a chiqib ketishga. Qayerga? Mana bu yerda. No deyapti. Tez. Tezlash. Kelyapti ana. Ay nimaga har teshikis. Qoch. Tiqilib qoldim. Xato. Chop, och. Hop. Qoch. Yaqin qoldik. Va eng asosiysi hozir ke. Do'g'aytam, ke. O'ldingmi? Xayr, Hagi Wagini o'ldirdik do'stlar. Xo'p, bu yerdan endi biz do'stlar Poppyni topishimiz kerak. To'g'risi men oldin bu o'yinni o'ynaymasimdan oldin Poppyni boyagi Hagi Wagi deb o'ylardim. Endi bilsam Poppy umuman boshqa bir o'yinchoq ekan. Biz Poppyni oldiga qarab ketyapmiz do'stlar. Bizda asosiy xona. Lekin asablarimiz shu joyda tinchlanadi. Va do'stlar, Poppy. Buni sekingina ochamiz. You opened my case. Chapter 1 ni muvaffaqiyatli yakunladik do'stlar. Va do'stlar, shu bilan o'yin menimcha chapter 1 o'z nihoyasiga yetdi. Fikrlaringizni o'yin haqida izohlarda yozib qoldiring. Chapter 2 qaysi biri ko'proq yoqqan va qanaqa o'yinlar sizga ko'proq yoqadi do'stlar, buni albatta izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa videoga like va kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'ying do'stlar. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar.